Bitta meni yangi qishloqqa aniqroq bu eski qishloq. To'g'ri. Lekin yangi ko'chib kelganlar bor deyishgandi. Demak, salom jitel. Salom. Cho'ta shu jitel ham yangi ko'chib kelgan. Imbi kim bu? Meni imbi dedingmi? Mayli, qani endi haligi bola uyini qidirib topish kerak. Mana shu. Meni uyim bu. Yo'qol. Yolg'on gap. Kirma. Cho'ta ikkita ekan. Mana ikkilar gaplashib turishdi. Mana o'sha bola. Salom. Salom. Men adashmasam seni isming nima edi? Bo'yi hokim aytgandi kimniki? Aslo. Yo bu do'stimda Reko Craft. Reko. Mana, короче, senga isming Darkasin bo'lsa kerak, a? Da, mencha ana kim edi? Ismi xullas o'sha aytgan kim bo'lsa ham mer edi. Mayli, yur senga qishloqni ko'rsaman. Mana oziq ovqat nima desa bo'ladi? O'shalar tomorqa, mana bu nima? Men bu yoqqa qiziqib qoldim-da, hozir qatdaydi. Salom mana. Salom. Bu juda yaxshi Qosimboy bu jitilning ismi Qosimboy. Qosim kella. Yaxshi bola sen. Qosimboy akajonim. To'xta, mana shu uyda fermer yashaydi. Fermer. Ture. Kimsan? Qani sasi o'lgur. Kichkinagina uychada. Fermer. Bo'lmishlar shu yerda yashamaydi вообще-то. Mana ertaroq qilsang o'lasanmi? Menga hokim urishib yuribdi san deb hokimdan gap eshitib yuribmi? Ya, urishmanglar. Ertaga ishlayman deganim uchun xo'p qilibman. Balo bormi? Tungacha Minecraft o'ynab. Senga uzr qilman. Senga bitta retsept aytaman. Erta turadigan bo'lasan. Короче, bitta ip topasanda, kallang ertalab turgan 7 soat kallang kuyilasa bo'ldi, kallang kuyadi. Shunda turib ketasan. Nimaga kuyadi? Turg'izishni muvassat yonidan tank o'tsa ham bilmaydi bu. Kechgacha ishlayman. Mana bu yer qani bu yerniki mana shu. Qishloqlar aql. Kimda? Dark. Bu yoqqa boya bitta g'or ko'rdim-da, shu qattaligini aytib olmaysanmi? G'or? Qaysi g'ormi? G'orlar bo'yicha ishlamayman men. Men bu yerda prosta merning yordamchisiman xolos. O'ng qo'li chap. Unda menga ne kerak? Ketib. Tartibor. Hozir mana uyni ochib. Bu bo'ldi. Tupoy! To'g'riga yerga yostiq qo'yaverma. Jinni. Olaman universitetagini. Menda bor, ke beraman. 5 ta go'sht. O'zim ham yeyman. Go'sht yemaganimga 3 yil bo'ldi. Fermer hech qachon go'sht yemasligi kerak. Bermayman. Dark. Sen menga ishlab bera olasanmi? Hokimning o'zi qani? Hokimning o'zi yo'q edi. Ya, unda o'rinbosari sen borsan? Menman. Unda menga ish topib ber. Короче, tak yur. Xos bo'ldi, to'xta. Senga qishloqqa ko'p kelib ko'mirab qilaman qishloqqa. Salom arkasi. Salom. Darkasi. Bu yoqqa, qayoqqa? Endi bu boshga bola topib o'tirmasa edi. Bu yoqqa, senga bitta uzr. ish bor. Короче, qo'lim ichib olgandi. Senga bitta ish bor-da. Qat'iyni mana shu tarafda ana qishloq ko'rinib turibdi, ko'rib tursanmi? Hozir 1 minut. Tak. Yo, sen sehrgamsan yo bu? Shu yoqda ham menga oltinlarni birikta ustaxonada oltinlar bor. Короче, o'shalarni olib kelib bersang, shunaqa qilib, короче, biznesda bu shu yerdan narsa ishlab chiqarishadi, biz olib kelamiz, sotamiz. Sen bu yerda olib kelib beruvchi bo'lsang bo'ladi. Oldingiz qayerdadir yo'qolib qolgan, короче, bir qayiqmi yeb ketganmidir, shundoq. Ayiq ham bormi bu yerda? Ana bitta videoni ko'rganmisan, ya odam bilan ayiq urishadi-yu. Qaradays. Sekin tushasan bu yerdan. Suv bor, suvga sakrab. O'lgur. Oyoq qayrildi-yu. Lekin men parkour bo'lganman.
Men yoshligimda Darkasin degan o'rtog'im bo'lardi-da. Neyman? Yo, boshqa. Uni ko'rinishi ham boshqa, kiyinishi va shunday xarakteri. Bitta Black River degan ham Ha, eskilar deydi-yu. eskilar. Ularning ham YouTube kanali bor edi, hali ham turibdi-da. Короче, yani o'zlaringiz bilasizlar. Bilsangiz. Salom. Bu shitlar juda To'tani qiching. ibi mana. Salom. Mana mer bu yoqda mana achik taqib olgan. Janob mer. O'zi gaplashib Siz olaver. yaxshimi yoki yomonmi? Yaxshi bo'lsa ham menga Ishlarim yaxshi. miyoli. O'zim tashiyman. Bo'ldi, men ovqat Bu menga kiyim bor ekan, bo'laman. Menda olmozlik. Darkasin bu yeri. ishga tiqilib qoldi. Och. Ketdik, yo'q. Janob mer, sizga bir gap aytmoqchiman. Shu yerda Voy, çok bittim. To'xta, ovqating bormi? Berib tur, och. Ovqating bormi? Charchab ketdim. Ovqat yemaganga hozir qoldim. ana kallam bo'lyapti, tomirim tortishib qotib. Kachida. Burram bo'shashib ketadi nasvoy. Davay, tezroq olib borib qo'yish kerak. Fermerdan ham hali xabar olish kerak. Fermer yomon to'poychi. Nimaga? O'tganda bitta iti bor edi. O'sha itni egzagi bor edi. Itni egzagida. Itni ham egzagi bo'ladi. Endi bo'laveradi-yu. Egzagi bor edi. O'sha meni itim deb bittasini Ko'taga tiqqan, ikkinchisini qilgan, короче. O'zing tushunding. o'ldirganmi? Qiynagan. Nima deyish? Zo'rlagan. Zo'rlagan. Men bor-ku, hozir mana u temir kiyimni fermerga kiygizib shundaylar короче. Nima qilmoqchisan? Zo'rlaymoqchiman. U meni oyog'imni oyog'im och qoldimi? Yo, oyog'i og'risa, qorni och qolmay chiqadi. bo'ldi, oyog'im tomir tortib. Uy. La'nat qayerlardan tushib ketdi. Tovuqni o'ldirib qo'ydim. Ana u Oysha xolaniki emasmidi bu? Oysha xolani kattasini xolasiniki edi. Menga Otam olaniki. kimniki? Mana yana jinniligini boshlagan bu. Ay, mana ovqatlarim yo'q. Sasigan, achigan, pishmagan go'sht yeymanmi? Yo'q, kim? Meni uyimmi bu? Qaysi? Seni uying ekan. Meni uyim qani? Nargi tarafda. O'ziman- Oltinlarni menga beraver. O'zim men yashaymanmi? O'lamanmi de. Hazil bilan hazil. Yaxshi. Mana nimadirlar yo'q qo'yapti bor-ku. Oltin. Bo'ldi, ketdik. Mana yerga kir, yaxshi. Zamasta value yeteterut. Menga kon topib ber. Shotdan konga ishga kiraman. Oltin qolib ketibdi. Kimdirni ko'ti qichyapti. Fermer gitarasini olib olgan. Fermer. Qani u? Fermeriddin. Qatta u? Uydadir-da. Yo, bo'tta Portal. portal ochibdi kimdir. Port debmi? Yo'q. Короче, bugungi Kimdir o'shini yaptı. Shaharimiz sochib ketmasa bo'lgani. Bu shahar emas-ku? Demak, Voy jella. kimdir sichyapti. prikol. Kimdirni uyida tualet yo'q o'xshaydi. Yotog'ini ustida yibering o'xshaydi. O'shog'imizda bitta Pidar paydo bo'libdi. Короче, o'sha qishloq boru yomon niyat gapirayotgan. Tupoy. Qayerda oldi bu mikrofonni Xudo biladi. Mayli, men uyimga kirib uxlayman, demak. Reko uxlayversin, men ham uxlaganim bo'lsin. Qani, hop.
To'xta benki. Bitta. Bu so'raya xos anonlar kelibdi. Berkin machon deb. Bitta qanaqa is. Dod. Ertalabdan kelgani nima bo'ldi? Shu yerda o'ynani sindirib, rekon nima bo'lgan? Xudo biladi. Yo, kimdir olib ketib qo'yganman rekon. Men ham ertalabdan chaqirdim. Mana shu narsa lekin dalil bu kimdir olib ketgan. Mana shu o'qni qadab ketgan ekan. Fermer? Ha, Nima qilib kelyapsan? menmi? Qishloqdan kelyapman. Qishloq yoqda emas, u yoqda edi. Mening otamning qishloqda. Reko topildimi? Yo'q. Yo'q. To'g'risini ayt. Yo'q, bilganim yo'q. Nimadir qilgan bo'lsang, tunda aytaver, qo'rqma. Hech nima qilmayman, qilmayman. Bilganim yo'q. Mayli. Kelyapman. Sabz tashlasangchi bir ikkita. Qornim ochib ketdi. Hozir senga aloqa qilsin. Ketdim. Qani, Reko. La'nati. Nima bo'ldi? Shamol keldi o'xshaydi. Qani. Oxirgi marta mana shu yerda portlash bo'lgan. Adashmasam, lekin Creeper bunchalik ko'p blok sindirishiga ishongim kelmayapti. Chotanicho. Menimcha kim bo'lsa ham bu yerda iz qoldirgan Rekoga. Hech bu yerda yo'qqa o'xshayapti. Bu yerni qadriga. Kim bu? Reko? Hozir shu o'rinmi? Yana kim? Reko. Reko tur. Sizlar yeysanmi? Sabzini tiqishtiravermay tur, to'xtachi. Viktor tur. To'xtachi, qorni ochdim men. Tur. Bergan ovqatini ro'zma qo'y. La'nati, kulguli voqealar esimga tushib ketdi. Ol endi. Buni o'zing olib borasan doktorga. Men ketdim. Merga nima qilib turib anqayib ketdim. Mayli, to'poyga ishonib bo'lmasdi-yu, fermerga. Ketdim mayli yaxshisi. Qishloqqa borib, merga aytish kerak edi-yu, mayli. Chap qo'liga aytib qo'ya qolaman merni. Men o'ng qo'li bo'lsam, yonda yuradigan do'stim bo'ldi. Mana shu oq kiyimli jitil. Qutag'ama. Prikolni iti bo'ldi-yu. Mayli, chap qo'lga aytib qo'yqolnaqa. Chap qo'lga aytding, to'g'rimi fermer? Hozir chap qo'lning aniqrog'i mana chap qo'l. Короче, Qalaysan? qisib men gapim bor. Короче, merga aytib qo'yarsan-da. Rekokraft topildi. Doktorga olib bordik. Xo'p, nima qilishim kerak endi? Shuni merga o'zing aytib qo'yarsan. Ayni elektron pochtadagi orqali manzillarga qo'shilgan tarmoqning qo'shimcha malkiga ko'ramiz. Ketdik bu yerda love story'ni bizmaylik. Gaplashtir, love story qilib. Salom, sen Rekoni ko'rdingmi? Men ko'rdim. Boya Rekoni kimdir shifoxonaga olib chiqib ketdi. Kim? Tez ayt, tez. Qanaqa
fermerning kiyimidagi bitta. Mana shumi? Yo'q, salgina boshqacharoqda usti qon edi faqat. Yaramas, agar sen bo'ladigan bo'lsang o'ldiraman, tushundingmi? Uyimda yotingiz hozir. Короче, bu yerlarni yaxshilab analiz qilish kerak. Mayli.